Ushbu mashq bolalarda shaxmatchilardek intellektni rivojlantirishda katta yordam beradi. 5 daqiqalik oddiy mashq deb o'ylashingiz mumkin, ammo bu bolaning miyasida kuchli jarayonlarni ishga tushiradi. Bu mashq miya motorika, diqqat, konsentratsiya, ikki miya yarim sharlari o'rtasidagi aloqani rivojlantiradi. Agar o'yin davomida she'r aytishni qo'shsangiz, natija 5 barobar kuchayadi. Nutq yuklamasi birgalikda xotira, tafakkur va aqlni ancha tez rivojlantiradi. Bu o'quvchilaringizning nevropsixologik markazlarini mashq qildirish usulidir. Bu mashqni albatta o'quvchilaringizga sinab ko'ring. Elim desam tilginam, sayron bo'lgani bo'lgan. Yurtim desam dilginam, xandon bo'lgani bo'lgan. Chamanimning chiroyi, gul oftobi guloyi, Yuragimning bir joyi rayhon bo'lgani bo'lgan.